Assalomu alaykum hurmatli yurtimiz ahli, fermer aka-ukalar, dehqon chorvadorlar. Mana bugun Andijon viloyati 2026-yil aprel oyining oxirgi kunlarida Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida Serbiyaning Odisseya nomli tritikali urug'ini ekkanmiz. Mana 5-6 gektarli maydonga. Mana holati zo'r, mana o'sishi zo'r. Mana hozir dalaning bosh tomonida kirish joyidamiz. Uka, bo'yingiz qancha sizning? 170. 170 bo'lsa, mana yelka qismidan kelyapti. Xotirjam 140-150 ga qarab ketyapti. Yana o'sishda davom etyapti. Asosiysi buni boshog'i zo'r. Boshog'i bir qarich bo'lyapti, 20 santimetrdan kam emas. Hosildorligi 90 sentnerdan 120 sentnergacha don hisobiga. Senajga ham, chorvaga ham hosildorligi, silos uchun ham hosildorligi baland. Mana o'sishda davom etyapti. Ekish jarayoni 220 kilodan ekkanmiz, gektariga urug' sarfi 300 kilodan fosforli o'g'it, ya'ni sulfat amofos bilan ekkanmiz. Undan keyin bahorda chiqqandan keyin bir marta suv berib 270-280 kilodan sulfat amoniy mineral o'g'iti. Undan keyin yana takrorladik. Selitra solmadik. Ko'pchilik selitra azot soladi, lekin sulfat amoniyni foydasi yaxshi bo'lyapti. Ko'pchilik asta-asta shunga o'tyapti. Mana ko'ryapsizlar. Silitradan ko'ra effekti yaxshi bo'lyapti. Buni amalda ko'ryapmiz mana. Asosiysi kasalga chidamli, hech qanday zang yo'q, shilliq qurt, haspa bunaqa hasharotlar yo'q. Biror marta kimyoviy ishlov berilmadi. Holati yaxshi, hosildorlik yuqori ekan. Haqiqatan ham natijasi zo'r. Bug'doyga qaraganda 40-50 sm yuqori. Xudo xolasa mana bu yil ekdik, mana holatini ko'ringlar. Mana bo'yi hozir xotirjam 140-1,5 metr bo'ldi. Yurtimiz ahliga, dehqon chorvador fermerlarga, asosiysi chorva yo'nalishida shug'ullanayotgan aka-ukalarimizga ekish tavsiya qilib qolamiz. Video ortida nomer qoldiramiz. Xudo xolasa nasib qilsa kuzgi sezonda urug' uchun bemalol murojaat qila olasizlar. Bizda bundan tashqari Xitoy davlatidan keltirilgan turli xil silos don yo'nalishi bo'yicha tez pishar, kech pishar, faosi 400 dan boshlab 720 gacha bo'lgan makka jo'xori urug'larimiz ham mavjud. O'zingizlar baho beringlar. Mana holati zo'r, realniy. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida. Dalani bosh tomonlari ham, oxiri ham zo'r. Asosiy uvat qismlari mana xalos bo'lgan. Uvat qismi ham 120-130, mana ichkarilarni ko'ryapsiz, 1,5 metrdan kam emas.